Toshkent shahridan 142 mingga mana shu orqamdagi hovli sotuvga chiqyapti. 6 ta xona, 3 ta o'rin, 2 ta sanuzelni o'zini ichiga olgan. Yevroremont mebel texnikalari bilan. Videoni oxirigacha ko'rib turing, polni obzor qilib ko'rsatib beraman. Ketdik. Shunaqa chiroyli darvozalar o'rnatib qo'ygan, bu yoqda mana kalitkasi ham bor. Kirganimizda hovli shunaqa atmosfera. Bitta mashina bilan bemalol sig'adi, mikrokliniklar ham bor. Ichkarini ko'rsataman. Kirganimizda shunaqa uzun koridor, hamma xonalarga отдельный kirish eshigi bor. Birinchi xonamiz mana chap qo'lda kuxnya. Ko'rishingiz mumkin mana. Hamma narsasi tayyor deyman. Gaz, vitska, mana bu yoqda холодильниклigi bor. Zal uchun mo'ljallangan xona. Ya, kartinkaligini-chi. Birinchi etaj uchun sanuzel. Ikkinchi etaj ko'tarilamiz. Ikkinchi etaj chiqqanimizda shunaqa atmosfera kutib oladi. Mana koridor, hamma xonalarga отдельный kirish eshigi. Hop, birinchi spalniyamiz. Полный spalniy garnitur komplekt. Hop, bu bolalar uchun mo'ljallangan xona. Navbatdagi spalniy qismi mana ko'rasizda, hamma narsasi tayyor. Ikkinchi etaj uchun sanuzel. Podolni ko'rsataman. Podolimiz ham shunaqa katta seli podol. Kinoteatr uchun mo'ljallangan edi. Bu yerda mana yana bitta xona bor. Bu hali hammasi emas, skalatorka uchun ham joy bor. Marhamat, sanamdagi polni kirib ketdi. O'rtoqlar, bunaqa arzon narxdagi hovlilar ko'p turmaydi, tez sotilib ketadi. Bu videoni shunaqa tayyor remontli mebel texnikalari bilan arzon narxda hovli qidirayotgan yaqiningizga jo'natib qo'ying.